Ma majburladim, ma bordim qo'ldan ushlab. Aslan Hamida. Bilmayman, hali ochaylik mana bugun mabiylarni. Hozir ko'ramiz. Hamidani burnini hozir sizlar bilan qanaqa chiqqanini ko'ramiz. Raspakovka chek bunga bo'ladi. Men ko'proq Hamidadan ko'proq hayajonlanib ketaman. Qanaqa chiqar ekan? Xo'p, qiyshiqligi bor edi, to'g'ri bo'lgan. Garbinkasi olingan, burunni uchi ko'tarilgan, kulingchi. Zo'r. Kulganda, короче, burni tushib ketardi-da, pastga. Yalmog'iz burun edi. Tayyormisiz? Tayyormisiz? 1, 2. Vashshi boshqa odam-ku. To'g'ri aytibsizmi? Aldamabdim. Yuragim uradi. Zo'r chiqqan, vashshi chiroyli. Aytaman bosh. Zo'r chiqqan. Xo'p. Yalmog'iz burni qanday? Qiyshiqlik tug'ilgan, keyin klapam bor edi, nafas olishda qiyinchilik. Chuqur nafas oling. Zo'rmi? Ha, zo'r. Aytaman, burun vashshi o'zgartiradi odamni. Mabiyoda Burun ko'p narsa hal qiladi. Mana 1,5 yil yosh idealniy, zo'r. Saniki vashshi kichkina bo'lib qolgan. Zo'r. Rahmat. Cho'pka. Xursandmisiz? Yoqdimi? Zo'r.